Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining hurmatli raisi To'lqin Aysa apandi bilan bo'ldi. Suhbatimizga xush keldingiz, hurmatli To'lqin Aysa apandi. Çok rahmet. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa Apandining o'z kechirmishi, ya'ni vatan ichi va chet ellardagi siyosiy kurash aslimasi bayon qilingan Xitoyning Erkinlik To'ziqi nomli kitobi Hindistonning Har Anand nashriyati tomonidan inglizcha nashr qilindi. Dünya Uyghur Qurultayı bu munosabat bilan axborot e'lon qilib, bu kitobning Dolqun Aysa apandidek bir inqilobchining chet elda erkinlik va adolat yo'lida elib borgan kurashlari Xitoyning dunyoga so'zgan qora qo'lining changildan qutulish jarayonida boshdan kechirgan agri tavqoy kechirmishlarining bir xotirasi ekanligini tunishtirdi. Bu kitob Dolqun Aysa apandidek bir siyosiy yetakchining hayoti bilan tunishib chiqishda bakmi muhim ahamiyatga ega. Shunga hamda suhbat temamizga qaytib kelib, ko'proq gapni Dolqun Aysa apandining o'z og'zidan anglasak. Hurmatli To'lqin Aysa apandi, bu kitobingiz qandoq bir orqa ko'rinishda dunyoga keldi va qandoq bir sabab bilan yozishni qaror qilgan edingiz? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz, yana bu kitobni yozishda eng turtkilik rol o'ynagan halqiliq sabab zot nima? Rahmat. Çok rahmet bu programıma teklif kıldığınız için. Sizin sualınıza cevap verişe doğru gelse hakikaten bu her kanda bir işin bir sebep kar buludu. Aslında benim hazırcı bir hatıra yazış veya bir kitap yazış planım pek yoktu, onda niyetim pek yoktu, onda şaraitim pek yoktu ama bazı nesneler sebep olup kaldı. Başka xalqaro matbuotlarga o'tgan bir qancha haftadan buyon nima uchun bu kitap Hindistondan chiqdi veya başka Amerika, Angliya, Qatarliq, Avstraliya, Kanadadagi ingliz so'zlaydigan davlat emas. Nima sabab bo'lib qoldi degan sizga o'xshaydigan savollarni boshqa matbuotlarga ko'p so'rdi. Bu 2016-yili meni Hindistonga bir yig'inga taklif qilindim. Tibetlikler, Mongollar, Xitay demokratları, Tayvanlikler, Hong Kongliklar, yani Xitay müstemlekesi aslındaki halk ve milletlerinin bir yığın etti. Darımsalada ötküzüldüğün. Ben onun beriş için vize iltimas kıldım. Hindistan konsulxanasına. Hindistan elektronluk vize. Benim vize berildi. Bu benim ilk bardığallık haberim bir kısım matbuatlarının bilingendiği için ben bilen o Hindistan keldigen sen dedi. Şunda kelişki tayarlık vatimez dedik. Keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 2016-yil 4-oy bu. Bir matbuot yig'inida bir muxbirning savoliga javob berib, bu bir terrorist. U bo'lguncha uni Hindiston hukumati kirgizmaslik kerak deb Hindiston hukumatiga bo'lgan noroziliklarni bildirdi. Va bu haqda Xitoy hukumati Hindistonga xel ko'p besim qilgan. Shuning bilan menga berilib bo'lgan viza bir qancha kundan keyin ayrim bir el xat bilan emelden kağıllığı uqtırış qilindi. Bu munosabatlar mening bu Hindistonga kirmaslik meselem xeli ko'p xalqaro matbuotlarning bir qiziq temasi bo'ldi. Bo'libmi Hindiston matbuotlarida bir haftaga yaqin televizor, radio, gazet hamma yerda bu cho'ng bir xabar bo'lib, men bilan nurg'un matbuotlar bu to'g'riliq suhbatlar etdi. Shuning bilan bunun bilan xeli ko'p insonlarning diqqatini tortgan bir tema bo'lgan. Şu vaqtda bu xonanda nashriyatininki xodimlari men bilan aloqalashib başlığı senin bir kitabını nashr qilsak, bir xotiratingni yozib chiqsang va yoki bo'lmasa bir kitob yozsang degan taklif berdi. Rahmat. Sizlarning da taklif berganinglarga, ama hozirgi sharoitda dedim aldirash vaqtimiz qaysi vaqtda o'tirib kitob yozish oson emas, nurg'un vaqtga ehtiyoji bor, energiyaga ehtiyoji bor. Aldı bilan inson o'zi tayyor bo'lish kerak shunday narsa. Men ham ideya jihatim tayyor emas, vaqt jihatim tayyor bo'lmag'achqa deb o'tkazib ama bu nashriyat meni qo'yib bermadi. Davomli haftada, oyda bunu başlasak oldu. Qısan bo'ladi To'lqin. Xalqning ovozini dunyoga bildirish uchun mushu fursatlar muhim deb ko'p menga yetakchilik qilgan bo'ldi.
Ama deganimizdekidek vatanda 2016'nın ahir 2017'nin başlap bu irqiy qirg'inchilik haqida xabarlar kelishga boshladi. Buning uchun dunyoga qanday anlatimiz deb bütün eslatishimiz, vaqtimiz, energiyamiz mushulardan aldirash bo'lg'achqa, hozir bu narsaga kirish planladik. 2018-yili bu mening Qizil Taşlıq, yani Interpol tarafidan chiqarilgan tutish buyrug'im amaldan qoldi endi. Qolgandan keyin bu yeni bir qiziq tem bo'lib, yana matbuotlarning diqqatini tortishga boshladi. Hali ko'p matbuot buni xabar qildi. Nurg'un men bilan reportajlar, intervyular yapadi. Ang oxirida bu nashriyat qaytadan yana men bilan endi bo'lsa-mu buni kechiktirmasligim kerak. Milyonlagan insonlar toplum kampı deyildi. Sen iş özünün hikayeleri arkalık bo'lsa-mu dunyoga Xitoy Kommunistik Partiyasining hakimiyetining bu nimelerini aşkının yaxshi. Bu senin şahsi bir hikayen emas. Bütün milletin duş kivatkan bu facialarni başka bir noktadan yurtib bergan bo'lsin degan tavsiyalar bo'lgandan boludu deb şunun bilan mushundaq bir aq ko'rinish bilan shularning haydakchilik qilish bilan ular hech 6 yilga yaqin vaqtning ichida mana bugun 2016dan boshlasak 6 yil bo'ldi. 6 yilgacha to'xtamadi, zerikmidi. Normalda bir inson bir ishni zo'lab ya 2 qatim deydi ya 3 qatim deydi ya bir ay 2 ay aqlingizga kirib oladi. Ama siz onunla bir olumlu cevap vermişsiniz, pozitif cevap vermişsiniz. Anlıkta toxtab qalgan gap, ama bu neşriyat toxtab qalmadı. Qanmay muşundaq haydakchilik qilishdan en axırda bu kitapning bir ro'yobga chiqishiga sabab bo'ldi. Köpten köp rahmet, hürmetli To'lqin Aysa efendi. Hem bu kitap xili çoğun hacimde tuzilgan bir kitapga. Undaqda bu kitap bilan texmi tafsili tanışıp chiqsak, bu kitap qancha paragraf, yani qandaq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Yana bir muhim ish, siz bu odatda o'zingiz degandek uydimi turishga vaqt chiqarolmaysiz. Xizmatingiz nihoyatda jiddiy. Nurg'un vaqtingiz sirtda xizmatlarda o'tadi. Turmush ritmingiz nihoyatda tez. Shundoq turib bu kitobni yozib tugatibsiz. Bu to'g'rilikmi? Bir jamoatchilikka bir tushuncha so'zlab bersangiz rahmat. Bu kitap, birinci sualınız gelsek, bu kitap 34 paragraftan teşkil tapkan bir kitap. Bunun asaslı kısmı şu Interpol, yani Xitayning Interpol'dan paydalanıp mana qo'ygan tozaqları. Yani Xitayning erkinlik tozağı dediğimiz bu hikaye başka matbuotlarning deganimdagidek bu hikaye yoki bu eserning asosiy mazmuni Xitayning bugun Sharqiy Turkistonda epirayotgan va yoki vatanning ichidagi xalqimiz uchrayotgan zulmlar emas, balkim mendek erkin bir dunyoning fuqarosi bo'lib, erkin bir dunyoda yashayotgan bo'lsam-mu, ammo Xitoyning bu tozaqlarining, bu qiltaqlarining, bu besimlarining erkin dunyoda davom qilayotganligini iborat buni yuritib berishtirishdi. Shuningga uning ismi Xitoyning erkinlik tozig'i deb qo'yildi. Bu kitapta deganimdagidek Interpolning mening haqqimda tutish buyrug'i chiqarilib, men tunji qatim 1999-yilda xabarim bo'ldi. Shuningdan boshlab Amerikan konsulxonasida tutqun qilinishim, keyin Yevropaning o'xshash bo'lmagan davlatlarida, Koreyada, Turkiyada va boshqa Italiyaga o'xshash davlatlarda va keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uchragan avajlik bo'lib, to'plam mush Xitoyning uzangan qo'lining ta'siri bilan, bo'libmish Interpolning ta'siri bilan men uchragan qismatlar, ya'ni o'z ichiga olgan, shunga har bir davlatning chegarasida qaytib ketilgan jarayonning bir paragraf shaklda bayon qilindi. Shunday qilib to'plam uning ichida biraz kirish so'z va buning ichida 3 muhim shaxs buningga kirish so'z yozdi. O'qiganlar kim bildi. Birisi shu inson haqlarini kuzatish tashkilotining Xitoy direktori Sophie Richardson yillardan buyon Uyg'ur davosini, Uyg'urlar uchrayotgan bu zulmni dunyoga bildirish uchun ko'p kuch sarf qilgan bir ayol hozirga chiqyotdi. Ya'ni bu Xitoy masalasi bo'yicha, Uyg'ur Tibet masalalar bo'yicha mutaxassis bir ayol. Sophie Richardsonning bunga yozgan bir beg'ishlimasi bor, kirish so'zi bor. Andan keyin Amerikaning sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Kelly Curry degan xonimninki birimiz bor, chunki meni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan 2017-2018 yilda chiqarib o'tish, uya kirish jarayonida keskin bir janglar bo'lgan.
Xitoy hukumati, Germaniya hukumati, Amerika va boshqa davlatlar o'tirsida shuning hammasiga shohid bo'lgan. Shu vaqtimizda mening qaytadan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirishim uchun ko'p kuch qilgan va oxirida biz g'alaba qilgan endi. Mush ishlarda boshdan oxir shohid bo'lgan, mushning uchun kuch chiqargan bir xonim. Buning bir kirish so'zi bor. Ondan keyin Uyg'ur sotining qurg'uvchisi burunqi shu sobiq Yugoslaviyaning diktatori Milosevichni sotlagan bosh sotchi Jeffrey Nice'ning bag'ishlamasi bor. Shunday qilib toplam 34 paragrafdan tashkil topgan bu ko'rishsizlardan boshqa bir kitob. Shu deganimizdek asosiyatdan o'zam uchragan qismatlar orqali Xitoyning bugun erkin dunyodami qandaq bir tahdid shakllantirayotganligini, bu orqali Uyg'urlarning vatanning ichida emas, chet eldimi her zaman xotirjam yashash imkoniyatining bo'lmayotganligidan iborat mushundaq bir narsani 34 bet bopliq bir nimada ekib berishga tirishdik. Ham ikkinchi savolingizga kelsak, to'g'ri, men boshdan deb o'tgan suhbatimizning aldirash vaqtimiz, yetishmayotgan bir sharoitimizda kitob yozish uchun vaqt ajratish bektas. Kitob yozish uchun energiyangiz, qalbingizni yig'ishingiz kerak, diqqatingizni yig'ishingiz kerak, vaqt chiqarishingiz kerak. O asan narsa emas. Shuningga ama bu zurriyet bulup o'tirg'i chiqib, menmi tamam deb dastlabda buning vaqt chiqarolmaymiz dedik, ama atrofimizga bir qism do'stlarimiz bo'lsin, mayli nashriyatning menga bo'lgan haydakchiligi va yoki atrofimizga bir qism do'stlarimizning buning zarur bo'lganligini va buning uchun qo'ldan keladigan yordamda menga hamkorlashganligini ifoda qilishdi. Shuning bu kitoblarning ko'p qismi men uyda va ishxonada o'ltirgan vaqtimda emas, safarlarda, aeroplanlarda, aeroplan saqlag'ach, isim kelgan vaqtida masalan Koreya voqeasi isim kelgan vaqtda bir uni yo'nalg'iga ilib, ovozlik qilib, yana tushib bo'lgan vaqtimizda so'mka saqlayotgan vaqtimizdagi 15-20 minut vaqtimdan paylanib, yarım soat vaqtimdan paylanib, poyezdlarda Yevropacha safar qilgan vaqtlarimizda, mashinalarda safar qilgan vaqtlarimizda mushundaq vaqtlarda din asosiyatni shunday vaqtlardan paylanib oldi bilan uni yo'nalg'iga evilish yoki videoga evilish orqali andan keyin uning ba'zilarini o'zamratlab mutlaq ko'p qismini bizning do'stimiz, sabtishimiz bizning nima Akram Yezim buningda ko'p kuch chiqadi. Jiq narsalarni men ovozga ilib, videolar ilib qo'ygandan keyin bu qalamga to'kib chiqdi. Uningdan keyin men uni qaytadan uning chisla tarix vaqtlari qaytadan uningga ratlash ishlaridan qildik. Uningdagi uni qaytadan edit qiladigan ba'zi materiallarni tarjima qiladigan ishlar va mushlarning hammasida bizning ishxonamizga program yetakchimiz, bayonotchimiz Umrat Erkin xonimning ko'p buningda yardım bo'ldi. Undan keyin Kanadalik do'stimiz bor Miriam Tayk deydigan bir Yahudi hanım. O bu işlerge köp yardım kıldı. Anından keyin bulupmu yana köp tercüme işlerde bana yardım kılan Abdülmukaddir deydigan Kanada'daki bir inimiz var. Vatanperver kardeşimiz Abdülmukaddir. Bunun yardımı köp oldu. Anından keyin bizim New York'taki doktor Muhammed Emin bu mu bir kısım tercüme işlerimizge yardım kıldı. Şunda kılıp bu mındaç etken çağda mening hikayem, mening namımdan çıkılgan kitap olsun ama bu yukarıda ötken dostlarımızın bilen mening ortak bir hemkarlığımız jarayonida ishlab chiqilgan bir asar desek to'g'ri oldu. Tafsili tushuntirishingiz ko'pdan ko'p rahmat. Odatda bir 10 betlik maqola yozib baqqan odam bu yozuvchilikning qanday bir tas xizmat ekanligini bildi. Biz ishlaringizniki texmi o'ngishliq, xizmatingizniki texmi olg'a ilgarilishini umid qilamiz. Hammamiz butun Uyg'urlar sizni yaqindan qo'llaymiz. Hürmetimiz texmi oshdi, texmi hurmat tuyg'usi sizga bo'lgan mushu biz ko'rib turayotgan mushu qiyinchiliklarda xizmatingizniki hatto uyda bir yetishga vaqtingiz chiqmaydigan vaqtda mushunda cho'ng hajmdagi
30 necha boblıq bir kitobni yozib chiqishning qanchalik qiyinligini buni shu qilib boqqan odam texmi aniq tushunishi mumkin. Hamda yana bir savolimiz, hamda hurmatli To'lqin Aysa apandi, siz bu kitobni yozish orqali dunyoga zodi nimani bir uchurni yetkazmoqchi, nimani bildirmoqchi, mushu to'g'riliq yana bir so'zlab bersangiz, yana bu kitobdagi eng negizlik nuqta zodi nima? Rahmat. Biraz avval mı biraz azrak onundan sözlep öttim. Asaslık maksat Xitayning yalnız vatanning içinde lan Uygurlarga nisbatan bir besim veya zulm qilib qolganligini emas, dunyoga bir tahdid bo'layotganligini. Yani ben bir Germaniya vatandaşı. Germaniya dünyadaki en demokrat, erkin, iqtisadi jihatdan bo'lsin, boshqa jihatlardan bo'lsin, mükemmel güçlük bir devlet. Şunda bir devletning vatandaşı, men 26 yılning yakın Germaniyada yaşayatıman. Şunda buluşuma qaramay, yani hayatımның vatandaki bilan silishtirgan chaqingizda hayatımның en ko'p qismi Germaniyada o'tdi desam bo'ladi. Men vatandan 24 yosh vaqtimda ketdim. Türkiye'de 2 yıl tuttuk. Hazır 26 yılga yakın vakit ben Germaniyada yaşayatıman. Demek hayatımның ko'p qismi Mişada o'tdi. Şunda buluşu qaramay, Xitay bugün dünyaya yanlı bir terörist deb gösterdi. Yani ben Mişada Germaniyanın bir vatandaşı bulup qo'limizdan kelgan dairda bu davoni qilayotgan, yaxshi yomon bir ishlarni qilishga tirishayotgan bir inson ekanmiz. Bu dunyomi ancha-muncha bilgan bir sharoitimiz Xitoy yanıla taptatmasdan Interpol'dan ibaret xalqaro bir organni ishga silish orqali va yoki boshqa iqtisodiy kuchlarni, diplomatiya kuchlarni ishga silish orqali tutishga tirishayotgan, ya'ni qo'lining mushakachi uzayotgan. Men uchrayotgan bu qismatlar deganligidek vatanda bo'lgan masala, az bir qismi vatanning oq ko'rinishida, vatanda bo'lgan faoliyatlardan az so'z qildik. 90% ortiq mushu Interpol sababidan erkin dunyoda uchragan qismatlar aks etildi. Demek, müşunda yerde turupmu Xitayning qo'lining qanchalik uzganligini bildirish orqali Xitayning yalnız Uyg'urlar uchun, Sharqiy Turkiston xalqi uchun, Qozoqlar uchun va yoki Tibetliklar uchun va yoki Hongkongliklar uchun va yoki bugun Tayvanliklar uchun ham bir tahdid emas, butun dunyo tinchligi uchun, dunyoning bexatarligi uchun, dunyoning demokratiyasi uchun, dunyoning insoniy haq huquqlari uchun va yoki xalqaro qonunlar uchun bir tahdid bo'lgan bir hukumat va iqtidor hokimiyat bo'lganligini o'zim uchirgan sarguzashtlar orqali yo'ritib beradi. Chunki bugun Xitoy o'zining imkoniyatlaridan foydalanib nurg'ulg'an diplomatlarni olib aldashtirishyotir, nurg'ulg'an gazetchilarni olib aldashtirishyotir. Chet eldagi hatto demokrat davlatlar nurg'ulg'an professorlarni, yozuvchilarni, mutaxassislarni setib olish orqali va yoki ularga har xil shakldagi projektlarni o'rtoqlashish orqali bizga qarshi harakatni qilyotdi, o'zini oqlashtirishyotdi. Yani desinformasyon, xato uchur taqtish nimasida aktiv harakat qilyotdi. Bunda bir sharoitning o'zida biz nurg'ulg'an davlatlarni, nurg'ulg'an insonlarning beshi qaygan va hatto Xitoy nimasiga ishongan bir vaziyat bor. Bunda bir sharoitning o'zida men o'zim uchirgan qismatlar, chunki buning ichida nurg'un hujjatlar va dokumentlar bor. Onunda deganimizdek, buningda har so'zga ishlatgan, andan her işletken materyallarının çinlik buluşuna dikkat kılındık. Manba köşktirişildi. Çünkü manda yadımını tutmagan diye vaktimizde hata bir narsa va yoki aşırıp ketilgan yoki bo'lmasa to'g'ri bo'lmagan bir uchur berilsa, Xitoy uni dumba qilib chaladigan gap. Qarama, to'g'ri emas deb, o zaman bütün kitapning va yoki bütün yalnız mening masalam emas, bütün Uyg'urlar uchrayotgan bu qismatga nisbatan bir xato tushunish paydo bo'lgan gap, yolg'on gap qilib deydigan shakllanadigan gap. Shuningga butun manbalarga va o'zim nurg'un narsalarni xotir qilib mangan. Mening aslida 1988 yildan 2005 yilgacha muhim voqealarda menda kunlik bir xotiradigan bir odat bo'lgan. Ama 2005-2006dan boshlab bu odatlarimiz vaqtimizning bo'lmasligidan biraz tashlanib qolib qoldi. Ama shuning uchun bo'lgan oraliqimizda shu chegirlar tutilgan, qaytarib etilgan xizmatlar bo'lgan chaqda men bu muhim narsani yezib mangan. Chunki unutib qoldi ekan inson. Shu vaqtlarda xalqaro matbuotlarga chiqqan narsalar qaynoq ko'rsatildi
tor betleri saklanğan devletlerinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki ve başka xalqaro teşkilatlarının bu vaqtda e'lon qilgan bayonotlarının hammasi buningda qaynak manba qilib ko'rsatildi hamda. Shuningga bu orqali biz dunyoni sagak bo'lishga, Xitoyning davatqilining yolg'onchilik ekanligini faktlar bilan ichib berishga bugun Xitoy bu yerda deganimizdagidek dunyoning tinchligi, demokrasiya va inson haqlari uchun bir tahdid bo'layotganligidan iborat bir xatarli kuch bo'lganligini bildirishni asosiy maqsad qilgan. Köpten köp rahmet. Endi nurg'un qarindoshlarimiz belki qiziqidi deb o'ylayman, hurmatli Dolqun Aysa apandi. Siz bir rahbar va boshlamchi bo'lish sifatingiz bilan o'zingiz to'g'riliq qancha jamoat so'rovlarida so'zlab ketmaysiz. Shunga nurg'un odam sizning kechirimingizni ancha bilib ketmaydi. Lekin biz anladık bazı qatimlarda hatta aerodromlarda bir necha qatim tutilib hayotingiz qilis tutib qolgan vaqtlarni ko'p yuz berdi. Balkim bu kitobda shu to'g'riliq siz yozdingiz. Şunu bu fırsatla özünüzdeki köreş hayatında Xitayning sabab bilan hayotingizga eng ig'ir xavf kelgan bir kechirmishni bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Aslında her qatimliq tutilgan vaqtimizning o'zi bir ig'ir bir kechma. Hozir ham degandek bilan ama bir qanday bir davlatda saqchilar kelib sizni mashinaga besib majburiy akitib iadəsiga bir cinayetçi muamelesi qilgan vaqtimizda mushtlaq qismatlarning hammasi bir fojiali qismatlar hamda. Bir yerga 10 necha soat uchib borasiz. Uchib borgandan keyin sizni kirgizmay 20 necha soat solab qo'yib, ondan keyin 20 necha soat qaytirib o'tadi. Bularning hammasi insonga egri keladigan bir qismatlar. Shuning uchun men hozir chigirda qolgan bir chigirda bir Uyg'ur tutqun qilibdi. Bugün devletler Xitay qaytırış xəbba varken dese üzərimdən aşı xatırlarım isik gelip şu demek onu nurga insanlar beşik kemmigici düşenmeydi onu. Onu his kılanmaydı ama ben beşimde onu yaşayan, nurgun katım yaşayan o vaqt hissiyatlarını yaxşı düşündüğün bir insan boğallığım için her kanda bir Uygur dünyanın her kanda bir yerde çekirip tutup kalgan. Meyli 2 saat, meyli 5 saat, meyli bir gün ya kanda bilişten katnezer tutup kalgan bir kadın işimiz olsa aş vaqt isim gelip şunu kutulduruşka şu qarindashimizning vaziyatini tushunishga tirishib kelyapman. Onun uchun qo'limizdan kelgan darajada shu qarindoshlarimizni qutqizishga harakat qilyapmiz. Shuningga hamda buning ichidagi eng xatarlik bo'lgan vaqt Koreya safari deyish mumkin. Chunki boshqa yerlarda 20 soat, 24 soat, 5 soat, 10 soat bu şekilde bo'lgan bo'lsa, ba'zi davlatlar kirgizmagan, viza murat qilgan bo'lsa, ama Koreya safarida takriban 3,5 kun, 4 kunga yaqin ben tutup kaldım. Hakikaten kılın üstte. Hatta Kore hükümeti mi Xitayga berib etish uchun qaror qilib bo'lgan. Ama keyin bu yerda Germaniya, Amerikada va Yevropa davlatlarning qattiq besimga duch kelgandan keyin Kore hükümeti qaror qilishdi. Bir tarafda Xitoyning besimi, bir tarafdan boshqa davlatlarning besimi mushundaq bir qiyin tanlashga duch kelgan. Şunu bu Kore'nin Tashqi ishlar ministri, Ichki ishlar ministri ve Tamujinsa Immigrasyon bulardan tashkillangan bir guruh qurilib, bularning uchisida ixtiloflar bo'lgan. Ichki ishlar ministri bir nima degan, Tashqi ishlar ministri qaytirib berayli degan, ya'ni bir davlat bir hukumat bunda degan ashna qilib, mushunda bir qiyin bir tanlashda uzun muzokaralardan keyin eng oxirida andin meni Koreyadan Xitoyga bermay Germaniyaga qaytirib etishga to'g'ri kelgan. U vaqtimiz deganimizdek xalqaro kechirim qilish tashkiloti, nurg'un xalqaro tashkilotlar bayonot e'lon qildi, nurg'un matbuotlar buni yozdi. German matbuotlarida ko'p talash tortishlar bo'lib, Germaniyani qattiq kuchida hamda u vaqtimizda Amerika tashqi ishlar ministrining qattiq kuchida bo'lmagan bo'lsa, Xitoydan keyin bildim vekillik tor betida bu narsa oshkorlandi. 4 tane Xitoy saqchisi Beijingdan kelib, sol aydırımda beni saqlab turibdi ekan akitishga. Demek asosiyatdan benim hayatım tugagan bir vaqtning o'zida demak rizqimiz barkan to'q, rizqimiz avvalloh. Ondan keyin har qaysi davlatlardagilarning kuchishi bilan men qaytirib etilgan. Demak, bu hamda shu Koreyada 2009-yildagi bu voqeami nurg'unlagan xalqaro tashkilotlarning, organlarning mening bu masalaga nisbatan diqqat qo'zg'ishi, matbuotlarning bu masalada diqqat qo'zg'ishida mühim bir nokta deb o'ylayman. Onun altında mesela Türkiye'den qaytirib etildik, Amerika'dan qaytirib etildik. Bular bek çoğun bir matbuot
xabarim bo'lmagan, bizmi bir matbuot nimasini qilmagan. Ammo shuningdan keyin mening har chegara tutib qilishim yoki bu yerga berishim matbuotlarning bir diqqat qiladigan, hukumatlarning diqqat qiladigan bir nuqtasiga aylandi. Shuning Koreya nimasini balki shu yuz bergan sarguzashtlarning ichidagi eng tipik bir misol qilib ko'rsatish mumkin. Köpten köp rahmet. Adette bu aerodromlarda yalğız çatki tatılıp kiyim-kechak, çamdallar aqtırılsın adamına ait ağır besim his qildi. Sizga o'xshash bir rahbarniki bu yerda kunlab tutilib qilishi haqiqatan ayni vaqtda dunyoda ait cho'ng g'ulg'ula qo'zg'agandi. Xudoyim bundan keyingi ishlaringizni texmi o'ngishli qilsin deb Allohdan duo qilamiz. Hamda oxirida keng Uyg'ur jamoatchilikka deydigan qo'shimcha bir so'zlaringiz bo'lsa, anglagan bo'lsak, rahmat. Rahmat. Uyg'ur jamoatchiligi deydiganimiz inglizcha bilgan, hozircha inglizcha, ammo kelajakda oldimiz kunlarda buni boshqa tillarga ba'zi matbuotlar kitoblar chiqqandan keyin ba'zi davlatlardagi matbuotlarni qisqib buni tarjima qilishga arzu qildiganliklarini bildirishyotdi. Shuni oldimiz kunlarda başka tillarga, Türkçe, Germanca va yoki başka tillarga tarjima qilinish, Xitoycha qilish ehtimoli bor. Ama hozircha İngilizce o'qiy oladigan yurtdoshlarimizning kitobni o'qib baksa, o'qishni tavsiya qilaman. O'qisa, cho'qim Xitoyning niyatini texim yaxshi tushungan bo'ladigan gap. Tushungan bo'ladigan gap. Ikkinchi bir tavsiyam bu, chet eldagi mutlaq ko'p qism vatandoshlarımızın her qaysi davlat şavatlarımızın o'xshash bo'lmagan qismatlari bor. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de 100 mingga yaqin qarindoshlarimiz sarson sargardonchilik, vatansizlikdan dard tatadi. 100 ming qarindoshimiz bor desak, 100 ming qarindoshimizning 100 ming xil hikoyasi bor. 100 ming xil hikoyasi bor. Mutlaq ko'p qismining. Her qanday mesela Avrupalar kelmiş davlatlarda iltijo qilgan, Norvegiyalar kelgan, Germaniyalar kelgan va boshqa davlatlar kelib bugün mesela bo'lib xotirjam yashayotgan, hatta hozirgacha bazı devletlerinin turmalarida Xitoy qaytirish qilishayotgan Arabistonda bo'lsin, Marokoda bo'lsin, Taylandda bo'lsin, boshqa qarindoshlarimiz bor. Mushlarning hikoyasimi mening hikoyamda fojialik endi. Yillardan buyon shu nimani tatotdi. Anandan keyin Yevropalık saq salamat kelib bugün xotirjam turmush egallarning Yevropa kirish hikoyalari ajoyib endi. İnsan bir kino oldu. Her bir qarindoshimizning bir hikoyasi Hollywoodning uchun bir kino bo'ldigan asarga rasmiy bo'lgudek nim bor endi. Şununla benim tavsiyelerim bütün yurttaşlarımız biraz kalem tutalaydıgan, kalem kıvveti qarindoshlarimiz özünün hikayelerini yazış gerek. Qaysi tilde olsa yazış gerek. Çünkü bir hozirgacha Uyg'urlar haqida İngilizce kamp şahitlerimizin bir qanchasının kitabı çıktı. Nuri Türkel Efendimizin kitabı çıktı. Bizden Abdülhakim İdris Efendimizin kitabı çıktı. Chet elci davatım. Uygurca nurgulluğun qarindoshlarımızın kitapları çıktı, Türkçe kitaplar çıktı. Bu yetmeydi o çoğu. Yetmeydi. Çünkü bizde bir erki qirg'inchilikqa uchrayotgan bir milletning hikoyalari 10 emas, 100 emas, minglarcha kitap bilan ifodalanishi kerak. Her birimiz birini yazsak, bir narsa yazsak, Xitoyning bugun xalqimiz sevayotgan bu zulmning bir qismini aksatib bera olamiz. Yana biz bir masalaninki yana bir tarafini aksatib bera oladi. Shuningga mening tavsiyalarim mushundaq asarlarni o'qigandan keyin bir fikr keladi. Anından keyin ham mening mundaq qismatlarim bor, men masalani mundaq shaklda aksatib bersam bo'ldi ekan deb yangi bir ideyalar bilan bir jasorat keldigan gap. Vaqtning o'tishi bilan unutib qilindi. Shuningga yurtdoshlarımızning mushu chet ellarda chiqqan kitoblarni o'qishimiz kerak. İkincisi özümüzmü her bir Sharqiy Turkistonlik özümüzün kallasidan o'tgan hikoyalarni xotirlab menish orqali agar har birisi bo'lmasa bir qanchasi birlashib bir o'zining beshimizdan o'tgan sarguzashtlarini bir asar ya kitap ya maqola shaklida dunyoga taqdim qilsak bo'ladi. Çünkü Xitoy bugun milliardlagan pullarni xarjlash orqali o'zining yolg'on informatsiyonni taqib xili natijalarga erishyapti. Mana 30 devletinin diplomatlarını vatanga apırıp Xitoy hozir diplomatlar chiqib Xitoyni aqlayotdi. Bizning bu vatanga evet
unda qilgan imkoniyatimiz yo'q. Haq gap qilgan diplomatlarni Xitoy so'qmaydi. Faqat nima? Chet eldagi qahramonlar va yoki chet eldagi personajlar va yoki Xitoyning zulm uchrayotgan bevosita yoki vositalik zulm uchrayotgan insonlarimiz orqaliqla, sarguzashtimiz orqaliqla Xitoyning bu soxta tashviqot urushiga taqobil tura olamiz. Köptün köp rahmet qimmatli takliflaringizga. Hamda hozirning o'zi sizningki yana bir cho'ng safarga jiddiy tayyorlik qilayotganingizni bilamiz. Shundaqdimi qimmatli vaqtingizni chiqarib, bizningki bu televizorning suhbat programmasiga kelganingizga köptün köp rahmat aytamiz. Biz xizmatingizga texmi cho'ng futuhlarni tilaymiz. Shuning bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Sizga köptün köp rahmat. Sizga ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli ko'p vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat, diqqatingizga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini tavsiya qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Alloh omonat.